Bilarmidingiz? Xitoyda dunyodagi eng qo'rqinchli yo'llardan biri bor va uning uzunligi 60 kilometrdan oshadi. Bu yo'lning eng tor joyi atigi 12 metr, eng chuqur nuqtasi esa 2400 metrdan ortiq. U Osiyodagi eng chuqur vodiy sifatida mashhur. U yerdagi o'tkir tog' cho'qqilari va tabiiy toshlardan iborat o'rmonlar odamlarni hayratda qoldiradi. Chet elliklar bu joyni osmon yo'li deb ataydi. Bu sirli va go'zal makonga kirish go'yo fantastik dunyoga tushib qolgandek. U yerda kutilmagan manzaralar va sirli joylar ko'p. Eng hayratlanarlisi, bu yo'l 20 yil avval 80 nafar mahalliy aholi tomonidan o'z hayotini xavfga qo'yib, temir kirka va bolg'alar yordamida qurgan. Yo'lni tashqi dunyo bilan bog'lash uchun 4 yil u 2 oy vaqt ketgan. Ilgari esa eng yaqin shaharga yetib borish uchun 2 kun kerak bo'lgan. Hozir esa bu yo'llar tufayli vaqt ancha qisqaradi va ko'plab odamlar tog'lardan chiqib yangi dunyo kashf etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bugungi kunda bu joy o'zini tarixi va go'zalligi bilan butun dunyo sayyohlarini jalb qilmoqda. Endi savol, siz hayotingizni xavfga qo'yib, shunday boshni aylantiradigan yo'ldan o'tishga tayyormisiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.